Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Hop, navbatdagi darsimizda 5-may 2-smenga tushgan 42 savol tahlilini ko'ramiz. Hop, demak, aytganimdek, har doim o'sha yozma savollar vokablar tushadi imtihonda va bizga eng o'sha hal qiladigan yozma imtihonida 75 ball. Bu juda ham bizlar uchun katta ball va muhim hisoblanadi. Hop, darajamiz A va A+ ko'tarilishi uchun shu yozma ishlarni 100% ishlay olishimiz kerak, harakat qilib. Hop, aytganimdek 4 va 5-may kuni imtihonga tushgan o'sha savollarga nisbatan 1-2 va 1-smenada o'sha savollarga nisbatan 5-may kuni 2-smena savollari esa murakkabroq tushdi, lekin savolni bemalol ishlashimiz mumkin. Faqat o'sha chalkashtiradigan joylarga ahamiyat berib, chalkashmasak savolni bemalol ishlay olamiz. Hop, savol tahlilini ko'radigan bo'lsak, biz savol o'zini o'qiyman. Makajo'xo'rida glyukoza rangi har xil avtosomda joylashgan ikki juft komplementar A va B genlar ta'sirida siylanadi. Glyukoza rangining yuzaga chiqishi dominant gen allellardan ikkisi bo'lsa qizil rangda bo'ladi. Agar dominant gen allellardan biri bo'lmasa yoki ikkisi ham bo'lmasa, glyukoza shabaklari oq rangda bo'ladi. Hop, boshqa bir avtosomda joylashgan D gen glyukoza shabaklarining qizil rangga ta'sir ko'rsatib, och qizil bo'lishini ta'minlaydi. Agar D gen glyukoza shabaklari rangiga ta'sir qiladigan dominant genlardan biri bilan kelsa ham oq rangda bo'lishini ta'minlaydi. Boshqa bir avtosomda joylashgan Y gen glyukoza o'qining yo'g'on bo'lishini, resessiv allel esa oq ingichka bo'lishini ta'minlaydi. Hop, tajribada glyukoza shabaklari qizil, glyukoza o'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar o'zaro chaqishtirilganda efirda 3200 ta o'simlikning 64 dan 7 qismi oq rangli glyukoza o'qi ingichka o'simliklar tashkil qilsa, quyidagilarni aniqlangan. Hop. Demak, masala juda chalkashtiradigan masala hisoblanadi. Shuning uchun buni bir boshdan shoshmasdan agar o'qib ishlasak, masalani bemalol ishlay olamiz. Hop. Demak, bizda savol ozgina sizlarga tushgan savolga nisbatan farq qilishi mumkin. Jumlalari yoki o'sha fenotipi o'simlikni, ya'ni o'sha glyukoza shabaklari yoki glyukoza deyish mumkin. Shuning uchun buni onlayn va offlayn imtihon kirib chiqqan o'quvchilar undan foydalanib savolni tiklashga harakat qildim va sizlar uchun manfaatli bo'lishi uchun video yechim qilyapman. Xudo xolasa ko'rib, yaxshiroq o'rganib tushunib olsangiz, keyingi sertifikat imtihonlarida albatta juda yaxshi foyda beradi. Hop, demak, o'simlikni yozib olamiz. Fenotipi va ularni boshqaruvchi genlarni. Qilgan savol. Ana endi har xil avtosomda joylashgan glyukoza shabak rangi, demak bir glyukoza shabak demak rangi ikki juft komplementar genlar ta'sirida siylanadi. Agar ikkisi ham dominant holatda bo'lsa, bu rangi qizil bo'lar ekan. Demak, dominant genlar bo'lsa, bu rangi qizil bo'lar ekan. Hop, ikkisi ham dominant bo'lsa qizil bo'ladi. Agar genlardan biri bo'lmasa yoki ikkisi ham bo'lmasa, oq rangda bo'lar ekan. Agar bittasi bo'lmasa, masalan, kichkina B holatda ham bu oq bo'lar ekan. Yoki kichkina A, katta B, kichik B holatda ham bu oq rangda bo'ladi. Hop, kichkina A, ya'ni bizda aytibdi, agar deyapti ikkisi ham bo'lmasa, bu rangi oq bo'lar ekan. Demak, bunday holatda ham oq bo'ladi. Demak, albatta bu narsani yozishimiz bizga juda ham muhim, chunki masalani ishlayotgan paytimizda ota-onasidan o'sha changchi bog'chini topish bizlar uchun fenotip, genotipini topish bizlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Masalada eng o'sha chalkashtiradigan joyi bu fenotipini beradi va o'sha fenotip asosida bizga genotipini topishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'sha farzandini fenotip asosida ota-onaning genotipini topish bizlarni ozgina chalkashtiradi. Shuning uchun ham albatta bu narsani yaxshiroq ahamiyat berib o'sha ota-onani genotipini to'g'ri topsak, masalani deyarli 80% ishlagan bo'lamiz. Chunki ota-ona genotip xato topilsa, o'z-o'zidan biz qiladigan penetimiz ham xato bo'ladi. Biza o'sha topadigan A, B, C, D topshiriqlari ham xato bo'ladi. Shuning uchun ham albatta bu narsaga ahamiyat bering. Ota-onaning genotipini birinchi o'rinda to'g'ri topib olishingiz kerak. Hop, demak, yozib oldik buni. Ana endi boshqa bir avtosomda joylashgan dominant D gen glyukoza qizil rangga ta'sir ko'rsatadi, och qizil qiladi. Demak, qizilga faqat ta'sir qilar ekan. Demak, dominant D gen
qizil rangga ta'sir qiladi. Natijada bu ochiq qizil rangni hosil qilar ekan. Ochiq qizil rangni hosil qilar ekan. Demak, yozib oldik. Ana endi hop, agar deyilibdi, glyukozachar degin, glyukozachar rangga ta'sir qiladigan alilardan biri bilan kelsa ham rang oq bo'ladi. Demak, bu bilan kelsa ham oq, dominant B bilan kelsa ham oq bo'lar ekan. Demak, buni yozib qo'yishimiz ham mumkin. Demak, bunday ko'rinishda kelsa ham bu oq rangda bo'ladi. Demak, bunday ko'rinishda kelsa ham oq bo'ladi. O'zi bizda resessiv holatda bu oq rang hosil qiladi. Demak, kichkina B dominant D bilan kelsa ham bu oq rangda bo'lar ekan. Xo'p, bu narsani aytganimda bizda yozishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Demak, yozib oldik. Ana endi boshqa latuz birlashgan Y gen glutoz o'qining yo'g'on bo'lishini ta'minlaydi. Ana endi ikkinchi juft belgi uje glutoz o'qi. Glutoz o'qi demak yo'g'on bo'lishi Y genlarga bog'liq, ingichka bo'lishi kichkina Y genlar ta'siriga bog'liq ekan. Kichkina Y esa glutoz o'qi ingichka bo'ladi. Hop, tajribada bizda masalan shartida aytilyapti. Hop, ota-ona beryapti. Tajribada qizil gulday, glutoz o'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar. Demak, qizil bo'lsa katta A, katta B bo'ladi. Demak, bu holatda qizil bo'ladi va bu dominant bo'lishi mumkin yoki resessiv bo'lishi mumkin. Ikkinchi juft alleli shuning uchun bilmaymiz. Katta D bo'lmaydi. Sababi katta D bo'lsa rang nima bo'ladi? Ochiq qizil bo'ladi. Bizda qizil deyiladi. Shuning uchun bu resessiv D gen bo'ladi. Xo'p. Demak, resessiv D gen bo'ladi. Demak, yozib oldik. Ana endi glutoz o'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar o'zaro chatishtirilganda. Demak, bu o'simlik bilan chatishtirilgan glutoz o'qi yo'g'on. Glutoz o'qi haqida yozmadik, yo'g'on bo'lishi katta Y edi. Bu genni bilmaymiz. Chatishtirilgan xuddi shunaqa o'simlik bilan. Yo'g'on o'simlik bilan o'zaro chatishtirilgan. Demak, ikkalasi o'zaro chatishtirilgan paytda ana endi bizda F1 da 3200 o'simlikdan 64 tadan 7 qismi oq rangli deyiladi. 64 tadan 7 qismi. 3200 imiz 64 deb 7 qismini topsagan bo'ladi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri 64 tadan 7 qismi oq rangli glutoz o'qi ingichka o'simliklar tashkil qilishi topsak bo'ladi. Ana endi F1. Demak, bizda F1 da 3200 ta o'simlik olingan. Bundan demak 64 tadan 7 qismi qanaqa bo'ladi? Oq rangli. Demak, oq rang bo'lishi uchun katta A kichik B bo'lishi kerak. Hop, kichik A katta B bo'lsa ham oq bo'ladi. Kichik A kichik B bo'lsa ham oq bo'ladi. Va glutoz o'qi nima bo'lgan? Ingichka bo'lgan. Ingichka bo'lsa kichkina Y bo'ladi. Albatta D geni yozmadim, sababi ikkalasi ham resessiv. Shuning uchun bizga ahamiyati yo'q. Demak, ana endi ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi mana bu Y geni bittasini bundan olsa, mana bu Y geni bittasini bundan oladi. Demak, buni yozib oldik. Ana endi qachon 64 tadan 7 qismi, demak shunaqa chiqadi. Ya'ni ana shu uchala holatda chiqadi. Buni to'g'ri olsak bo'ladi. Demak, katta A bo'lish ehtimolligi qanaqa? Demak, chatishtirilgan paytda agar mana bu yerda bu resessiv bo'lgan bo'lsa desak, dominant bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi, resessiv bo'lsa ham shunday. Ya'ni katta bo'lsa ham oq bo'ladi, katta kichkina bo'lsa ham oq bo'ladi. Xo'p, demak, bu oq o'simlik ham chiqqan bizda. Shuning uchun demak buni kichkina a qilsak, hop, bu kichkina b chiqqan, buni ham kichkina b chiqsa, yozsak, endi buni biz ota-onani to'g'ri topdikmi yo'qmi? Mana bu narsalarni tekshirib ko'ramiz endi. Hop. Demak, katta a bo'lish ehtimolligi nechta?
Demak, 4tadan 3ta. 3 ko'paytirilgan kichkina b bo'lish bitta. Hop, kichkina y bo'lish ham bitta. Demak, bundan 3ta chiqadi. Hop, bundan bitta, bundan katta b'dan 3ta, kichkina y'dan bitta. 3ta chiqadi. Hop, bundan bitta, bundan ham bitta, bundan ham bitta. Demak, bundan bitta chiqadi. Jami uchalasini qo'ysak 7 bo'ladi. Demak, 7tasi oq rangli bultoq cho'qi nima bo'ladi? Ingichka bo'ladi. Demak, mana sizlarda shartlarni tekshirib ko'rdik. Haqiqatan 7tasi oq bultoq cho'qi ingichka bo'lar ekan. Demak, mana shu o'simlik ota-onasi to'g'ri to'p biza berilgan farzandidan foydalanadi. Xo'p, ana endi demak ko'radigan bo'lsak, nechta ota-onasini to'rt topdik farzandiga qarab. Demak, mana 7tasi bultoq cho'qi ingichka va oq chiqdi. Hop, bizda o'zi 64 dan 7tasi shunaqa chiqish kerak edi. Farqi yo'q. 3200 dan 64 deb 7 qism 90 bo'ladi. Hop, natijada mana 350 ta bo'ladi, adashmasam. 350 tasi shunaqa. Demak, buni to'p chiqsa ham 350 tani beradi bizga. Hop, ana endi nechta gamet hosil qiladi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 8 ta, bu ham 8 ta gamet hosil qiladi. Jami 8 ta 8 64 ta avlod chiqadi. Hop, ana endi bittasini to'p olamiz. Masalan, tezroq ishlashimiz uchun 3200 ni bo'lamiz 64 ga. Demak, bu bo'ladi 50 ta bo'ladi menimcha bittasi. Hop, ana endi so'ragan narsasini to'p olamiz. Aslida nima so'ragan? Glyukoza barglari oq, bultoq cho'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar. Oq va yo'g'on bo'lishi kerak. D-germaniya ahamiyati yo'q, chunki bu nima bo'ladi? Retsessiv bo'ladi ikkala holatda ham. Oq yo'g'on bo'lishi kerak. Demak, katta, kichik b yozamiz, kichkina d va yo'g'on bo'lishi kerak. Hop, bundan ko'rinishda kelsa ham oq bo'ladi bu. Oq yo'g'on. Hop, demak, mana bundan kelsa ham oq yo'g'on bo'ladi bu. Hop, kichkina b, kichkina b va kichkina d, katta y kelsa ham oq yo'g'on bo'ladi. Mana shularni demak bizlar topishimiz kerak. Masalan, sharti bo'yicha. Hop, demak katta A bo'lishi 3 ta bo'ladi. Bularning hammasi bittadan, bu ham 3 ta bo'ladi. Demak, 9 ta bo'ladi. Hop, bundan ham 3 ta, bundan ham 3 ta. Demak, 9 ta bo'ladi. Demak, bundan 3 ta bo'ladi. Bitta 3 ta bo'ladi. Jami qo'shib chiqsak, hop, katta y. Demak, qo'shganimizda 18 nechta bo'ladi? 21 ta bo'ladi. 21 ta bo'ladi. Jami shunaqa. 21 ni bittasi 50 ga ko'paytiramiz. 1050 tasi shunaqa bo'lar ekan. Masalan, tezroq ishlashimiz uchun bu juda ham muhim bizda. Buni ishlashimiz, o'rganib olishimiz kerak albatta. Hop, A'sini javobi 17 chiqar ekan. Ana endi B'sini javobini ko'ramiz. B'sida bizda nima degan? Hop, glyukoza barglari qizil, bultoq cho'qi ingichka bo'lgan o'simliklar soni. Demak, qizil ingichkani so'ragan. Qizil bo'lishi uchun bizda nima bo'lishi kerak? Katta A, katta B bo'lishi kerak. Albatta bu yerda kichkina D bo'ladi va bultoq cho'qi ingichka, kichkina y bo'lishi kerak. Buni son topishimiz kerak. Demak, bundan 3 ta bu, bundan ham 3 ta, bundan demak bitta, bundan ham bitta. Demak, teng nechta bo'ladi? 9 ta. 9 ko'paytiramiz 50 ga 450 ta. Demak, bizda B'sini javobi 450 bo'lar ekan. Demak, C'sini javobini ko'ramiz endi. Hop, C'sida glyukoza barglari qizil, bultoq cho'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar. Demak, glyukoza barglari qizil va bultoq cho'qi yo'g'on. Qizil bo'lishi uchun katta Y, katta B bo'lishi kerak, kichkina D degani va katta Y bo'lishi kerak yo'g'on bo'lishi uchun. Buni son topishimiz kerak. Demak, bu yerda 3 ta, 9 ta, demak 27 ta. 27 ni 50 ga ko'paytiramiz.
tezlik testi shunaqa bo'lar ekan. Birinchi tezliktasi demak bizada glutoj glukozachi barqlari qizil, glutoj o'qi yo'g'on bo'lgan o'simliklar tashkil qilar ekan. Xo'p, qizil kattaga bo'ladi va xo'p, yo'g'on bo'lgan o'simliklar. Ana endi bizada desida glukozachi barqlari qizil bo'lgan o'simliklarning necha foizi glutoj o'qi ingichka bo'lgan o'simliklar tashkil qiladi. Xo'p, ana endi qizil bo'lgan o'simliklar sonini demak topadigan bo'lsak, hop 3 ta demak 9 ta qizil va bundan 4 ta. Demak 9 taraf 4 36 ta. Hop desida 36 emas 100% deymiz. Doskaga sig'maydi, shuning uchun hisoblab ketaman shunday. 9 ta demak 4 ta 36 ta bo'ladi. 36 miz 100% bo'ladi va bizada glutoj o'qi ingichka bo'lgan o'simliklar tashkil qiladi. Ingichkalarni son topadigan bo'lsak 3 bitta. Demak 9 ta. 9 tasi ingichka. Xo'p. Demak 9 taqsim 36 necha bo'ladi? 25% bo'ladi. Demak 25%da bizada nima ekan? Qizil ingichka tashkil qiladi. Qizil o'simliklar demak jami bizada 64 ta avlod ichida 36 ta ekan, shundan 9 tasi glutoj o'qi ingichkasini tashkil qiladi. Xo'p, bu A, B, C, D topshiriqlarning javobi edi. E'tibor beradigan narsamiz, biz albatta bilim baholash agentligida o'sha spetsifikatsiya bo'yicha so'ralgan A, B, C, D topshiriqlarni biz PNET ichida albatta to'ldirishimiz kerak. Shuning uchun ham bu ozgina nohaqlik bo'ldi deb o'ylayman ekspertlar tomonidan, chunki 64 ta PNETda hammasini ichini to'ldirishimizga to'g'ri keladi bu masalada. E'tibor beradigan narsamiz o'sha 21 tani hammasini to'ldirishimiz kerak PNET ichini. Demak 9 tani hammasini ichini to'ldirishimiz kerak, 30 ta bo'ladi. Mana bu 27 tani PNET ichini hammasini to'ldirishimiz kerak, 57 ta bo'ladi. Bu 9 tani hammasini ichini to'ldirishimiz kerak. Xo'p, bu albatta juda ko'p vaqtni oladi. PNET ichini to'ldirish, shuning uchun boshqa smenadagi savollarga nisbatan bu ozgina murakkabroq bo'lib tushdi bizda. Ayniqsa savolni mana bu qismlar orasida chalkashtiradigan. Shuning uchun bu masalani tezroq ishlay olishimiz uchun albatta standart bo'lgan yozma ish savollarni ishlab chiqishimiz kerak ko'proq. Shunda bemalol bu masalani ishlay olamiz. Xo'p, o'tgan oy bir oy davom etgan o'sha onlayn kursimda maksimum onlayn kurs o'quvchilarini va offlayn kurs o'quvchilarini harakat qildik, ishladik, shug'ullandik. Xudo xolasa natijalar yaxshi chiqishi kerak. Xo'p, yaqinda bo'ladigan o'sha kuzgi milliy sertifikat imtihoni uchun biologiyani o'sha masala qismini ayniqsa novdan o'rgatilishi uchun kurs ochmoqchiman, xudo xolasa. Xo'p, qo'shilsangiz albatta masalalarni oson yechim qilish usullarini o'rgataman va tezroq ishlanish usullarini o'rgataman. Bemalol kuzgi sertifikatda A+ olishingiz mumkin, xudo xolasa. Xo'p, qanaqadir yana tushunmagan savollaringiz bo'lsa yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol YouTube va Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Ko'proq do'stlaringizga ulashing, xo'p, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Albatta bu ertangi sizga o'sha kuzgi sertifikat imtihonida bu ko'rib yaxshi o'qishib bo'lsa, juda katta yordam beradi. Xo'p, demak bu 5-may 2-sinfga tushgan yozma ish savoli edi. Xo'p, savollar va takliflaringiz bo'lsa, bemalol YouTube va Telegram kanalimga a'zo bo'lib, yo'llashingiz mumkin. Xo'p, sizlar bilan Aysena Education o'quv markazi asoschisi Quvonda Qamroyev bo'ldi, doktor Aysena. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat.